Assalomu alaykum qadri baland qadrdonlarim. YouTube'da sizlar bilan yana yangi videoda ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. O'rtoqlar, bugun sizlar bilan birgalikda 8 sotixli yer maydoniga ega bo'lgan orqamizdagi high-tech villani to'liq obzor qilib ko'rib chiqamiz. Tepadagi oynalari pultda ochiladi. Hozir chiqqanda ko'ramiz. Tepada stadionlari bor, living room. Tepalardagi qandillarga ahamiyat beringlar. 10 ta komplekt kompyuterlarni ko'ramiz. Aynan o'yin uchun mo'ljallangan. Aynan bu xonamizning hamma devorlari shumizolyatsiya qilingan kinoteatr. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta. Ya'ni shu glatsinani o'zi plus minus 8 mingdan 10 ming dollargacha beringlar. Katta oynali qilingan, yog'och rangi qoldirilgan, chillerning sistemi qo'yilgan. Mana bunaqa toshdan gilam. Mana shu narsa hozirgi kunda juda ham ommalashdi. Tosh gilam deyishyapti hozir buni. Zo'r ekan. Men o'zim to'g'risi hozir birinchi marta mana shu narsani ustida oyog'imda yurib ko'ryapman. Qanaqadir yoqimli, приятный. Hozir biz dachamizni tashqi tarafdan ko'ryapmiz. Tashqaridan e'tibor beradigan bo'lsangiz, juda ham kattagina keng avtomobil qo'yish uchun joyi ko'rasizlar. Men endi bu joyni chamalab olishingiz uchun o'zimni mashinamni bir chekkasiga qo'yib qo'yganman. Agar bu yoqqa ikki qator mashina qo'yiladigan bo'lsa ham bemalol 4 ta katta avtomobil ham sig'adi. Va eng asosiysi dachamizni bu yoq yon burchagida kattagina o'zini yashil hududini ham ko'rsak bo'ladi. Sekin-astalik bilan dachani ichiga kiramiz. Hamma sharoitlari nima qanaqa ko'rib chiqamiz. Bu yoqda kichkina eshigi ham bor, domofonli o'rnatilgan. Men sizlarni mana bu katta avtomat darvozani ochib, kengroq ko'rinish uchun o'rtadan olib kiraman. Qani ichkariga kiramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Avtomat darvozani ham lekin juda qimmatidan qo'yilibdi. Ahamiyat beringlar. Kiraverish kattagina keng darvozaxona deymiz. Endi biz o'rganib qolganmiz. Mana shunaqa yo'lak bilan boshlanyapti. O'ng tarafdagi binoga kirish asosiy eshigi. Va biz birinchi bo'lib har doimgidek hovlidan boshlab ko'rib chiqamiz. Hozir endi qish mavsumi endi mana tugayapti. Bu yoqda katta basseynimiz 7 metr eniga, uzunligi 12 metr usti o'rab yopib qo'yilgan. Yozda endi ochiladi. Mana hozir dacha sezoni sekin-sekin boshlanyapti. Va men o'zimga yoqqan joyi mana oq toshlarni ko'ryapsizlarmi? Dekorativniy archalar, gullar, katta yashil hudud. O'zi yaqindagina bitqazilgan dacha, yangi dacha. Bu dachamizning past tarafini ko'radigan bo'lsak, kattagina naves qilingan. Naves ostida yozgi oshxonani, bu yoqda ochiq zonani ko'ramiz. Mana shu bizda turgan navesimizning tegi tepli pol qilingan. Bu yoqni ham keyinchalik mana bunaqa razdvijnoy eshiklar bilan bo'lib xona qilsak bo'ladi. Bu yoqda basseynimiz bo'lgani uchun bitta hojatxona va o'zini yuvinish xonalari ichkarisida bo'lyapti. Kelinglar, ham yozgi oshxonani ko'ramiz. Razdvijnoy ham bunaqa eshik qilinganni. Yopiladi. Va bu yig'iladi. Bir yoq taraf mana. Buni biladiganlar biladi. 1 kvadrati palon pul turadi. Bitta gap bilan aytganda pul umuman ayalmagan. Mana keng ochildi. Yozgi oshxona desak ham bo'ladi, qishki oshxona desak ham bo'ladi, yopib qo'yiladigan bo'lsa, bu qishki oshxonaga ham aylanib ketaveradi. Granit toshlardan o'rtaga stoleshniца yasalgan va bu yoqda nima kerak bo'lsa, xullas hammasi bor. Gaz pechlari, qozon o'choq, barbekyu zonalari. Bu yoqda shashlik, mangallarni hammasini pishiramiz va yana bitta kichkina qozon, adashmasam 4-5 kilolik. Tepalariga ahamiyat beringlar. Bu yoqda qo'shimcha o'tinli qo'yish uchun joylar, moykalari, mana shunaqa ko'rinishda. Bu stoleshnitzamizning tagida ham yana joylar bor. Endi mahsulotlarni taxlab qo'ysak
bo'ladi. Davom etamiz. Mana bu rakursdan ko'ringlar, haqiqiy villa. O tepadagi oynalari pultda ochiladi. Hozir chiqqanda ko'ramiz. Tepada stadionlari bor. Tepada ham mana shunaqa yozgi oshxonalari bor. Katta panoramli romlar qo'yilgan. Endi sekin-astalik bilan ichkariga kiramiz. Ketdi. Binoga kirib kelishimiz kattagina keng studiya bilan boshlanyapti o'rtoqlar. Kirib kelishimizda e'tibor beringlar. 16 kishilik stullar jihozlar bilan tayyor holatda. Endi marhamat chap tarafdan boshlaydigan bo'lsak, bu yoqda bizani divanli zonamizni ko'rishingiz mumkin. Living room tepalardagi qandillarga ahamiyat beringlar. Juda ajoyib, minimalistik uslubda interyerimizni ta'mirdan chiqarilgan. Men o'zimga ko'proq yoqqan joyi mana shu TV zonani orqa tarafi bo'ldi-da. Dekorlardan foydalanilganda, bunaqa bo'rttirilgan bir noodatiy devor shakli bilan birgalikda va bu yoqda dekorativ bunaqa jigarrang panellardan foydalanilgan. Endi bu yoqda bir 20-25 kishi o'tirib, maza qilib suhbatlashib, ulfatlar bilan shunaqa dam olinadigan joy qilinganda, men pardani qaranglar, ochaman. Kattaligini romlarimiz hammasi 3 qavat oynali, Benkam degan brend bor, biladiganlar bo'lsa, mana shunaqalar qilingan. Voy, buni ochish ham qiyin ekan-ku. Mana bu romimiz ochiladi. Hozir kaliti yo'q ekan. Buni bu yoqda ruchkalari bor. Ochadigan bo'lsa ham katta bo'lib, bu ochiq holatda qoladi. Zo'r yozda ochib qo'yib o'tirilsa, havo zo'r aylanadi. Endi mana bu yoqda ham katta razdvijnoy eshik ochadigan bo'lsa, bizani bu spa zonaga olib kiradi. Og'irligini qaranglar. Mana shu 3 qavat oyna. Ichkariga kiramiz. Spa zonamizni ko'rishingiz mumkin. Kattagina basseyn. Buni uzunligi 8 metr, kengligi shu 3,5-4 metr atrofida bo'lyapti. Ajoyib dekoratsiyalardan foydalanilgan, patologlarni ko'radigan bo'lsak. Va bu spa zonamizni bu yoq burchagida finskiy saunasi, buni yonginasida yuvinish xonasi, sanuzli va buni yonginasida turk hammomini ko'rsak bo'ladi. Mana, kelaylik shuni ichiga kiramiz. Hozir ham ishlab turgan ekan, issiqqina bor-ku. Mana turk hammomi. Mana shunaqa ko'rinishda bu spa zonamiz bo'ldi. Bu yoqda maza qilib dam olib, keyin bu yoqqa chiqib o'tirib va dam olinadi. Zo'ra. Mana bu yoq rakursdan ko'ringlar, keyin yana bir ma'lumotni aytib ketay. Chillerni sistema qo'yilgan, ya'ni sovutish tizimlarida qanaqadir konditsionerlar qo'yilmagan. Hamma xonalarimizda mana shunaqa chillerni sistemadan foydalanilgan. Uyimizni sovutish hamda isitish tizimlarida ishlaydi va bundan tashqari uyimizni, ya'ni binoni ichi tepli pol qilingan. Har bitta xonani, masalan deylik, holni alohida boshqarsangiz ham bo'ladi. Mana devorimizni bu yoq burchagida biz hozir mana shu studiyamizni tepli polini alohida o'chirib yoqsak bo'ladi va yotoqxonalarimizni ham o'zini alohida o'chirib yoqsak bo'ladi. Mana shunaqa ko'rinishda. Endi o'ng tarafga o'tganimizda oshxonamiz joylashgan. Ko'rib turganinglardek, mebel, texnika hammasi tayyor holatda jihozlar bilan birgalikda. Plus bu yoqda ham mana 6 kishilik stulni ko'ramiz. Shaxsan o'zimga mana shu oshxona mebelini rangi juda ham yoqdi. Sochni, poluglansiviy deydimi, buni yashil to'q rangda qilingani zo'r bo'libdi. Mana shunaqa ko'rinishda bu yoqda studiya bo'ldi. Menimcha sizlarga tushunarli. Endi davom etar ekanmiz. Bu tarafda hojatxona qilingan. Hojatxona svetini qayerdan yoqardi? Bu yoqdan yoqadimi? Ozgina. Bu yoqdan ekan. Chorniy belga qo'yib yuboramiz. Tak, mana bu yoqda hojatxona qilingan, rakvinasi va o'zbekcha chashagan qo'yilgan. Bu zo'r. Menga yoqadi lekin. Endi davom etamiz. Bu tarafdan zinalarni ko'rsak bo'ladi. Perillalar katta oynali qilingan, yog'och rangi qoldirilgan. Bu albatta juda ham bir o'ziga xos chiqqan. Marhamat. Bu tarafda oxirgi xonamiz. Bu ota-onalar uchun mo'ljallangan yotoqxona. Kirganimizda garderobini ko'rsak bo'ladi. Ikki tomonlama va boya aytganimdek, mana buni ko'rsatdik-ku. Blokirovkadan buni bossak chiqadi. Bu yotoqxonamizni ham o'zini tepli polini alohida boshqarib, baland-past qilsak bo'ladi. O'rtada kravat, orqa va bu yon tarafi bunday G shaklida dekor paneli bilan qoplangan va bu yotoqxonamizni bu yoq burchagida sanuzulni ko'rar ekanmiz. Men kengligiga maza qildim bor. Kengligini qaranglar, mana qo'limni katta ochaman. Juda ham keng, rakvina unitazi va
Mana oynasiga ahamiyat beringlar-da. Qo'rg'on oyna. Ochiladi. Stopper qo'yilmabdi faqat. Dushovoy o'ziniki. Xullas, zo'r. Albatta o'z fikringlarni izohlarda yozib qoldiringlar. Biza bo'lsa pastki qavatga tushamiz. Ketdi. Qadrdonlar, villamizni yer to'lasida sizlar kattagina game zonani ko'rasizlar. Nima kerak bo'lsa, xullas hammasi bor. 10 ta komplekt kompyuterlarni ko'ramiz. Aynan o'yin uchun mo'ljallangan. Bu yerda klaviaturalari, mana qaranglar. Men bilaman, bu juda ham qimmat turadigan klaviatura. Xullas, maxsus yig'ilgan ajoyib dekoratsiyalar, chiroqlar, gap bo'lishi mumkin emas. Endi bu tarafiga o'tadigan bo'lsak, PlayStation 5 li qo'yib qo'yilgan. Ba'zi bir dachalarda, nimalarda ko'ramiz, PlayStation 3 to'rlarni qo'yib qo'yishadi. Bu yerda yangi hammasi. Foydalangan bo'lsa, bir ikki marta foydalanilgandir. Kattagina televizor, ajoyib dekoratsiyalar, e'tibor beringlar. Narsalarni taxlab qo'yishimiz mumkin. Bu yerda yani mini baram qilib qo'ysa bo'ladi. Tushganimizda mana chap tarafda biz bilyardning zonani ko'ramiz. Maza qilib bu yerda bilyard o'ynasak bo'ladi. Devorlarni bu taraflariga ahamiyat beradigan bo'lsak, yashillik qilingan, ko'proq shunaqa urg'u berilgan. Patoloklariga polumatviy, pisochniy, ya'ni qumli atachentelardan tortilgan qop-qora qilib, bu ham o'ziga xos bir noodatiy bo'lib turibdi va yon taraf devorlarimizga ledlar, yashil искусственный gazonlar, gullardan berkitilgan va mana bu joyi devorga ahamiyat bersanglar, dekorativ panel, adashmasam bambukoviy panel bu, qoplangan, eshigi ham shunga mos qilib bir xil qilib yuborilgan. Bu xonada nima bor desanglar, villamizni eng asosiy yuragi joylashtirilgan xona. Qani marhamat, ko'rishinglar mumkin. Endi o'zingizlar bitta baho berib qo'yasizlar, santexnik okalar. Polidan tortib devorlarigacha hammasi oppoq kafil qilingan. Qo'shimcha nasoslar, 3 ta duxkontirniy kotyol qo'yilgan, plus mana bunaqa issiq suv ishlaydigan bachok va suvni filtrlari 3 ta, qo'shimcha suv zaxira bachoklari, elektr shitimiz joylashgan bu yoq burchakda. Havo aylanishga forchkalar ham bor va 3 ta tokimizni bitta me'yorda ushlab turuvchi stabilizatorimiz joylashgan. Hali tugamadi, davom etamiz. Ketdi. Bu rakursdan bilyardning zona, PlayStation va kompyuter. Mana shu o'zi kompyuterlarchi oxirgi payt juda ham ommalashdi-da. Qaysi dachaga bormang, qaysi dachani so'ramang, kompyuteri bor-da. Hozir talab ham shunga zo'r bo'lyapti. Masalan, o'zimizni ham bolalar bilan chiqadigan bo'lsak, bir yoshlikni eslab dacha olmoqchi bo'ladigan bo'lsak, kompyuteri bormi, yo'qmi deb so'raymiz. Kompyuter bo'lsa olamiz, bo'lmasa yo'q. Hozirgi mana zamon endi shunaqa bir o'zgarib, kompyuter, PlayStation, bilyard hamma narsalar bilan tayyor bo'lyapti-da dachalar. Bu yerda bitta xonamizda bor, endi buni basseynimizni filtrlar turgan ekan, kladovka xona desak bo'ladi. Men o'zimga yana bitta yoqqan xona bor. Mana ko'ringlar. Kinoteatr. Ichkariga kirishim bilan qanaqadir shumlachi yo'q bo'lib qoldi-da. Aynan bu xonamizning hamma devorlari shumizolyatsiya qilingan. Kinoteatr o'tiriladigan joylarni qaranglar, mazza qilib, bu yerda o'rtoqlar bilan 4 ta burchakda kolonka. Qani bismillah. Voy. Mana shunaqa qilib yotib, kinolarni ko'rib o'tiriladi, maza qilib. Ozmansizlarga svetini o'chirib ko'rsatib beraman. Mana. Hoppa, hoppa. Eshikni bitta yopadigan bo'lsak, qale. 4K proyektor qo'yilgan. Maza qilib bu yerda karaoke etsak ham bo'ladi. Qiziqadiganlar bemalol karaokelarni. Yo, nima gap deb. Xullas, mana shunaqa ko'rinishda dachamizni yer to'lasi bo'ldi. Biz bo'lsa endi ikkinchi qavatga chiqamiz. Ketdi. Ikkinchi qavatga ham chiqib oldik, o'rtoqlar. Keng yo'li, mana bunaqa mягкийlar qo'yib qo'yilgan ekan. O'tirib, dam olinadi. Zo'r. Zinadan chiqdik. Chap tarafdan davom etamiz ko'rish. Mana bu yerda kattagina oyna, qo'shimcha yana tortmalar bor ekan. Marhamat, kelinglar. Bu tarafda
ota-onalar uchun mo'ljallangan yotoqxona. Bu yotoqxonani ichiga kirishdan oldin o'zini kattagina keng sanuzulini ko'rsak bo'ladi. Mana shunaqa ko'rinishda bo'lsa, deyarli pastki qavatdagi yotoqxonalar bilan bir xil dizaynda, faqat shu matraslarni, pardalarni, yana qanaqadir ba'zi bir jihozlarini ranglarida farq qiladi. Stili bir xil, osma patoloklar, rilsli chiroqlar va galagellar va boya aytganimdek har bitta xonamizda chillerlar, sovutishi, pastida isitish tizimini boshqaruv panellari joylashtirilgan. Buni qarshisida ham yana bitta xona ko'rishingiz mumkin. Bu yerga alohida konditsioner qo'yilgan ekan, kravatli va mana o'tiriladigan mягкийni boplashibdi. Mana shunaqa qilib o'tirilsa, yastovchalarni havolib. Zo'r. Bu yotoqxonamizni svetini yoqamiz. Mana poldagi kafilni qaranglar. Mayda tilla zari bor. Zo'r kafil qilingan ekan. Rakvinasi, unitazi, ichkarisida dushini ko'rsak bo'ladi. Qop-qora oyna qilingan. Davom etamiz. Hozir men sizlarni shunaqa bir katta xonaga olib kiraman. Hayron qolasizlar. Kravatlarni ko'rib. Zinadan chiqqanda endi o'ng tarafdan davom etar ekanmiz. Bu umumiy sanuzul. Dushi, unitazi, rakvinasi, kafillari juda chiroyli, ko'zga yoqimli tanlangan ekan. Aynan mana shu sanuzulni ortiqcha bachkana qilinmagan. Buni yonida mana butun boshlayani nima deydi? Kazarma deydimi? Sig'ib ketadi bu xonaga. Mana qaranglar, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 kishi. 12 kishi sig'ib ketadi-da. Pardani ochib ko'ramizmi tashqarini? Hozir endi havo salqin bo'lyapti. Bu yoqdan ochib qo'yadigan bo'lsak, kattagina panoramniy vid tog'ga qaragan. Bu yotoqxonamizni o'zini ichida mana sanuzuli ham bor. Mana unitaz bide, bu yoqda dush, ichkarisida rakvinasi. Mana shunaqa ko'rinishda. Endi o'rtoqlar stadionga chiqamiz, stadionga. Tepadan pastni ko'rsataylik. Mana lyustralarimizni. Mana shu joyi zo'r qilingan ekan. Bemalol past tomosha qilib. Va bu tarafda keyingi xonamiz. Bu bitta endi yotoqxona desak ham bo'ladi, namozxona desak ham bo'ladi. O'zi namozxona uchun mo'ljallangan. Poliga to'ldirib kavralarlar qilib qo'yilganda, bir xil bo'ladi-ku, ani kravatda yotishni xohlamaydi-da. Ko'rpacha solib yotadi-yu. Mana ko'rpacha solib maza qilib ham bu yerda yotsak bo'ladi. Ideya bo'yicha bu namozxona uchun mo'ljallangan xona. Endi kelaylik, stadionga chiqamiz. Futbol o'ynashni yaxshi ko'radiganlar bormi? Mana shunaqa katta terrasalarda. Stadionimizning kengligi aniq bilmayman-ku, 4,5 metr kenglikda. Uzunligi 10 metrdan oshuv, 12-13 metr. Kattagina, tepalari ham yopilgan, projektorlar qo'yilgan. Bu yerda koptolarimiz ham bor. Hop. Masamanda. Oshir, operator bilan ham ozgina futbol o'ynaylik. Mana shunaqa bir xil payt beg'uborlik bo'ladi-da. Davom etamiz. Endi eng katta terrasaga chiqamiz. Ketdi. Mana bu villamizning eng chiroyli nuqtasi desam, menimcha noto'g'ri bo'lmaydi. Kattagina terrasa, ajoyib manzara, o'rtoqlar. Endi hozir to'g'ri hali yashillik yo'q, daraxtlar hali uyg'onmagan, lekin bahorda, yozda men o'ylaymanki, bu juda ham go'zal manzara bo'ladi. Bu terrasamizni mazinadan chiqdim, ko'rdinglar. Bu yoq chap tarafiga o'tadigan bo'lsak, ko'ryapsizlar, usti yopiq naves qilingan va bu yoqda mana konditsionerlarimizni ishlankalari qoldirilgan, trubkalar. Bu nimaga? Hozirgi kecha kunduzda konditsioner sovutish kerak bo'lmagani uchun agregat hali o'rnatishga uspet qilishmagan. Boya aytganimdek, dachamiz o'zi yaqinda ta'mirdan chiqarib bitqazilgan. Tez orada, menimcha bu video YouTube ga chiqqanidan keyin agregatlarimiz mana shu joyga o'rnatilgan bo'ladi. Bu yoqda ham stadion desak bo'ladi, kattagina. Yoz faslida kelib, men o'zim borib, mashti ko'rpachani solib uxlardim-da. Kim nima qilsa qilsin, xonada uxlamas edim, lekin
Endi mana marhamat, bu tarafda bizni ikkinchi oshxonani ko'ramiz. Ya'ni ikkinchi yozgi oshxona. E'tibor berdinglarmi? Darvozaxonalarimizni va bu yo'ni poligi mana bunaqa toshdan gilam. Mana shu narsa hozirgi kunda juda ham ommalashdi. Tosh gilam deyishyapti hozir buni. Zo'r ekan. Men o'zim to'g'risi hozir birinchi marta mana shu narsani ustida oyog'imda yurib ko'ryapman. Qanaqadir yoqimli, приятный. Mana shunaqa yozgi oshxonaga keladigan bo'lsak, bu terrasadagi barbekyu zona, qozon, o'choq, mo'ykasi, qo'shimcha gaz pechlari zo'r. Endi marhamat, mana bu yerda shunaqa joy bor-da. Ochamiz hozir. Men o'zimni kvartiramga qildirgan edim, ko'rganlar bo'lsa, bu videodan oldingi videoda kvartiramni obzorida Timur Alixonov bilan obzor qilganman. Ko'rmaganlar bo'lsa, mana shu tepada men anaqa qoldiraman, bosib ko'ringlar. Glatina qo'ydirganman. Bu villamizdan ham mana shu joyida glatina bor. Ko'ryapsizlar, 1 2 3 4 ta tomon ochiladi. Men o'zim kvartiraga mana shu bitta donasini, bundan kichkina razmerini $2000 oshuvga yasattirganman. Endi o'zingizlar bitta hisoblanglar, bu hozir kattaroq razmer, bitta 2 3 4 ta. Ya'ni shu glatinani o'zi plus minus $8000 dan $10000 gacha rasxod bo'lgan. Mana shu joyi o'ziga. Endi bu yerda yana qancha ishlar qilingan, o'zingizlar bemalol yana hisoblasanglar bo'ladi. Ajoyib manzara, ro'paramizda tog'. Endi hozir sal havo bo'g'ilganligi uchun ko'rinmayotgan bo'lishligi mumkin. Bu villamizni baland joyda joylashgan ekan, katta trassa ko'rinyapti. Hozir mana shu yo'ldan orqalarimizda tog', qir-adirlar, ro'paramizni. Xullas o'rtoqlar, bu villamizni sotuvga qo'yilgan, narxi $600,000. Qurgan akalarimiz aytishyaptiki, agar $300,000 berib, qolgan $300,000 2 yil davomida bo'lib yopib beraman deydigan xaridor chiqsa ham, nasiya savdo asosida gaplashamiz, hech qanaqa foizlasiz deb aytishdi. Yo agar men bu villani naqdga sotib olmoqchiman desangiz, $600,000 dan yana ozgina kelishiladigan joylar bo'ladi. Bilasizlar, har doim quruvchilarning nomerini video ostida opisaniyada qoldiramiz. Yana qo'shimcha ma'lumotlarni olsanglar bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'linglar.